o'zimiz O'zbekistonlik akalar Xitoyda hozir bugun necha? Aprelda 17mi bugun? Bugun 17-aprel. Mana gilos bor, gilos vashsho arzonsa mana Xitoyga eksport bo'lyapti. Qattiq arzon bo'ladi deydi mana. 10 yuan bu degani 18,000 so'm. Mana yarim kiloga yaqin bo'ladi. 18,000 dan 33,000. 36,000 36,000 so'mga 1 kilo beryapti. Mana shu ham tasdiqlayapti. Uzumlar mana. Mana bizni pulga nechi pul ekan? Mana o gilos, nima? Qulupnoy aytdilar. Mana qulupnoy 20,000 so'm. Mevalarni qaranglar, vashsho arzon. Mana toruzlarga nima deysiz? Suv tekin mana nimalari, qovunlari ham katta arzon bo'ladi. Mana bundan yodi anorda bir tur ekan. Vashshi g'alati ekan. Shunda yumshoqmi? Bu g'alati. Eng sassiq nima nomi kim biladi? O'sha sassiq mana nomi.